Bo'lishi mumkin emas. Kim uyni bunchalik balandga ko'targan bo'lishi mumkin? Qishloqda eng katta uy qayerdan paydo bo'ldi? Yordam beringlar odamlar. Ey, pastga sakrama, o'lasan. Ha, o'ladi. Joning yetmaydi. Nima qilamiz endi? Ertalab bo'libdi-ku. Ha, mayli, fermaga borish kerak. Nima? Tushunmadim. Politsiya uyga nima? Uy nima uchun buncha balandda o'rtayapti? Ey, bu yerga yaqinlashish mumkin emas. Yiqilib tushishi mumkin. Ko'ryapman, kim buni bunday balandga ko'tardi? Bilmaymiz o'zimiz ham. Yo'-mo'yo, ichkarida odam bormi? Ha, bor. Tushunursin, bunaqangi baland uyni birinchi marta ko'rishim. Yo'q, bu baland uy emas, shunchaki balandga ko'tarilgan. Ko'ryapman. Endi nima qilmoqchisizlar? Ichida odam bormi? Ha, ichida jitel bor. Jin ursin, axir men uni taniyman, axir u meni do'stim-ku. Yo'-mo'yo, endi nima qilaman? Hayronman. Hammaga salom do'stlar, mening ismim Erik va yangi videomga xush kelibsizlar. Gap shundaki, bizni qishloqdagi mana bu to'g'ridagi uyni kimdir tepaga ko'tarib qo'yibdi. U uyda esa meni do'stim yashaydi va men uni qutqarmasam bo'lmaydi. Ammo birinchi navbatda ferma, chunki mer baqirish mumkin. To'g'ri. Birinchi navbatda ish, keyin esa ish. Ha. Avvaliga qishloqning ishlari, keyin o'zimizning ishlarimizni qilsak bo'ladi. Tak. Hozir kartoshkani ekishni boshlayman. O'zi kartoshka necha puldan bo'lyapti? 1 kilosi 15 ming. 15 ming bozorda bundan ancha arzon-ku. Ha, endi bizdagi eng zo'r yuqori sifatdagisi. Yo'q, rus kartoshkachi. Bilmadim, undan ham zo'r bo'lsa kerak. Biz faqatgina o'zimizning qishloqning kartoshkasini yeymiz va u juda ham zo'r sifatiga javob beramiz. Ha, mayli, mer bilan gaplashib ko'raman. Albatta gaplashib ko'ring. Tak, endi esa do'stlar ketdik. Xo'sh, eshikni yopamiz va merning yoniga boramiz. Umid qilamanki, jitelni tushirib olishadi pastga, chunki u men eng yaqin do'stlarimdan biri. Ha, mayli, qani mana bu yerdan sakrab o'tamiz. Asosiysi kelasi safar tushib ketmaslik va bo'ldi. Merning uyiga ham yetib keldim. Janob mer. Ha, nima bo'lyapti ana u yerda? Nimaga uy buncha baland turibdi? Xullas, u yerda kimdir uyni tepaga ko'tarib qo'yibdi. Do'stim yashaydi. Aytgancha, u yerda politsiya siz bilan gaplashmoqchi edi. Nima haqida? Kartoshka va menimcha shu ko'tarilgan uy haqida ham gaplashsa kerak. Borsangiz yaxshi bo'lardi. Borasizmi? Borsam kerak. Davay ketdik unda. Ko'rsatasan-da menda. Ko'rsataman. Nima o'zingiz ko'rmayapsizmi? Ha, tepasini ko'rib turibman, lekin qishloqning qaysi tarafdaligini bilmayman-ku. To'g'ri. Mayli, keling. Mana bu yerda. Ana, ha, juda ham men o'ylagandan ancha baland ekan. Salom janoblar, salom. Nima bo'ldi, yigitlar? Kimdir ko'tarib ketibdi bu uyni. Juda ham balandga ko'targan. Ha, nima qilmoqchisizlar endi? Bilmaymiz hozircha. Balki bloklarni qo'yib o'zing olib tusharsan. Nima deysan, Rik? Shunday qilishim mumkin. Meni qo'limdan keladi bu ish. Unda nima kutyapsan? Davay, politsiyachilarning ish haqqini ham senga beraman. Ha, mayli, hozir. Tak, orqasidan ko'tarilsam bo'larmikin? Ha, o'ylashimcha orqasidan ko'tarilishi mumkin yoki ichkaridanmi? O'ylab ko'rish kerak. Mayli, 10 ta blokni ishlatib ko'raman, yana yetmasa, yog'och bloklar ham bor. Qani tepaga chiqamiz. Davay, omad senga, yiqilib tushma faqat. Xo'p. Tak, mana bu yoqqa va ha, bloklar yetadi. Ajoyib. 10 tadan ko'p ketadi shekilli, lekin baribir ham xo'sh, qani bu yoqqa qo'yamiz va endi asta-sekinlik bilan mana buni qo'yishimiz kerak. Mana va bo'ldi. Endi ochsak bo'ladi. Xo'sh, mana buni ehtiyot bo'l. Hozir tagimdan sindirib yuborarding. Jitel, uzr. Erik, meni qutqargani keldingmi? Ha. Xo'sh, tushasanmi? Faqatgina ehtiyot bo'l-da. Mana bu yerdan o'tgin, yiqilib tushma yana. Yo'-mo'yo, mana senga zina bo'ldi. Ha, harakat qilaman. Kirsa bo'larmikan? Ha. Uyni kim bunday tepaga ko'tardi o'zi? O'zim ham hayronman. Menimcha haker. Nima? Haker? Ha. Hozir pastga tushaylik, batafsilroq aytib berasan. Qanaqangi haker uyni tepaga ko'tarishi mumkin? Haker oq qora kiyimli, yuzida niqobi bor. Niqobi? Ha. Tushunursin, qani politsiyachilar, xo'sh, bu aytayaptiki, uyni tepaga haker ko'targanmish. Ha, haqiqiy haker, uni kiyimi qora edi, orqasida ham HK deb yozilgandi. HK. Ha. Xo'sh, qani ana shu joydan batafsilroq aytchi, jitel, menga ishonmaysizlar, lekin rostdan ham bizning qishloqda haker bor. Xullas, men uni turtib yuborgan. Ko'zingga qara, uka. Nima, meni uka debsanmi? Ha, yoki karammisan, uka? Mayli, uyni tepaga ko'targanimda gaplashamiz. Nima? Tomi joydan buni qanaqa tepaga? Xo'sh, hozir uni topaman. Mana shu uyda yashaydi deb ko'rsatyapti. Ertalab meni turtib ketgan jitel. Hozir men bunga syurpriz qilaman, juda ham yoqimli syurpriz. Tak. Hozir uyni tepaga ko'tarishim kerak. Bu meni sevimli ishim. Odamlar uylarini tepaga ko'targanda juda ham hayron qolishadi, ayniqsa tushishga harakat qilishganda, va men hozir bu uyni tepaga ko'tarib tashlayman. Qani, nima qilar ekan? Ertalab bo'lganda ko'rib meni turtgandagidek o'ziga ishona olarmikin? Xo'sh, mana shu yerdan shuncha balandlik yetsa kerak. Mana bu balandlik aniq yetadi. Bo'ldi.
Ana shu yerda qoldiraman uyni. Qani? Bo'ldi, o sekin. Xo'sh, qani? Ha, haliyam uxlab yotibdi. Uxlayver, Ritiljon, uxlayver. Senga endi hech narsa yordam bera olmaydi. Endi ko'ramiz, qanday hayron qolar ekansan ertalab bo'lganida. Endi esa ustunlarni qo'yib chiqishdan avval bu yerda yerni joyiga qaytarishim kerak. Xo'sh, va havoni yerga almashtiramiz. Qo'yil, endi esa mana bu va pastga qani mana shu yerdan bo'ladi to'g'risida va to'g'risida mana shu yerda ozgina daroshkani to'g'ri o'tkazishgan shekilli bo'ldi. Ana birinchisi tayyor, endi esa ikkinchisini qo'yishim kerak. Yaxshi, ikkinchisi ham qo'yildi, ajoyib va to'rtga o'tamiz. Mana bu endi pastga va ajoyib. Endi qishloqliklar bilishadi hakerga yomonlik qilish qanday bo'lishini, hurmatsizlik qanday bo'lishini. Xo'sh, yo'q, juda ham past bo'lib ketdi. 3 blok tepadan qo'ysam bo'ladi. Mana bu yerda endi beli uchun ana shunaqangi reobrishkalar qo'yib chiqamiz. Yaxshi bu tarafdan va endi oxirgisi ajoyib. Qo'yil. Endi uy aniq yiqilib ketmaydi va Ritel uyg'onganida hayron qoladi. Shirin tushlar tilayman va ertalab qo'rquvdan chichib yubor. Bo'ldi va endi qishloqdan ketish vaqti. Ha, Ritel, menimcha ozgina ko'zini chiqarib yubording. Hakermish. Tasavvur qilyapsizlarmi? Menimcha tom ketibdi buni. Ha-da, tasavvur qilyapsizlarmi do'stlar? Haker kelganmish. Haker kelib uni uyni tunda ko'tarib ketganmish. Bu Ritel o'zini gapiga o'zi ishonyaptimi? Minecraftda kelib uni uyini qanaqadir narsalar bilan olib, yo'qotib, tepaga ko'tarib, tagida ustunlar. Do'stlar, bunaqangi narsa bo'lishi mumkin emas. Ritel biram boy fantaziyalar bularni odam hayron qoladi. Hakermi shu basharasiga bir ursani shu niqobi bilan sindirib tashlasa bo'lmasmidi? Men bo'lganimda ko'rardi bu haker. Demak, shu ekanda eng kuchli o'yinchi deb o'ylayaptim o'zini. Hamayli. Qani yoniga borganimda ham basharamni buza olarmikin, ko'ramiz. Xo'sh, ungacha esa do'stlar polimni toshdan qilmoqchiman, chunki bu juda ham yaxshi. Hozir Ritelning uyiga kirib chiqqanimda menga toshli pol juda ham yoqdi. Oyog'im tagida juda ham yoqimli taq qilar ekan. Mana bu yog'och esa albatta yaxshi, bu ham issiqni ushlaydi. Lekin do'stlar, hozir yoz kelyapti, shuning uchun menga issiqlik kerak emas. Tosh esa agarda ozgina suv sepsa, sovuq chiqarib turadi. Shuning uchun ham toshni olganimiz ma'qul. Tak, davay mana bu yerga qo'yib chiqamiz. Faqatgina yetarmikin menga? Ritelni uyindan qutqarib chiqqandan keyin qaytarsam bo'lar ekan. Endi hamma toshlar o'sha Ritelni uyida qolib ketdi. Okey, hozir olib kelaman. O'rmon uyi. Yo'q, mana toshlar g'oyib bo'libdi-ku. Tushunursan, balki tozalab tashlagandir o'zi, bilmadim. Hozir esa men shunchaki borib o'rmondan olib kelaman toshlarni. Tak, vaqt qayerdan olsam ekan? Qishloqdan uzoqroqda bo'lishi kerak. Qayerdadir bir chuqur joy ko'rganda mana shu yerni kovlashimiz mumkin deb o'ylayman. Tak. Mana do'stlar, qaysidir o'yinchi kovlaganda va hozir nima bu yerda? Do'stlar, bu yerda ko'mir bor ekan. Ko'mir. Tasavvur do'stlar, bu ko'mirni qancha qimmatga sotish mumkinligini bilmaysizlar, ayniqsa yozda, chunki Ritellar o'zlariga kabob pishirishni xohlashadi. Har xil taomlarni ko'mirda pishiradigan va ular ko'mir uchun juda ham katta pullarni berishga tayyor, lekin gap shundaki, ko'mirni oddiygina sotib olish qiyin. Shuning uchun ham hozir biz bu ko'mirlarni o'zimiz sotamiz qora bozorda va bir Ritelni bilaman, ana o'shanga sotishim mumkin. U o'ziga albatta yana ham qimmatroqqa klientlar topib sotadi, lekin menga mana shularni hammasini birdaniga sotib pulimni olishni o'zi kifoya. Tak, bo'ldi do'stlar. Tasavvur qilyapsizlarmi, shuncha ko'mir chiqdi-yu. Mayli, hozir toshni ham olib olaylik. Bu kamida bir stakka sotsam bo'ladi. Yana ikkita uchta bo'lganda yana qo'shimcha 5-6 izumrud olardim, lekin mayli do'stlar, mayli. Bo'riga shukr qilamiz, hozir sotib kelamiz. Taqvat qishloqni salgina chetroq joyidan kirib borganimiz ma'qul. Birov ko'rib qolsa, aks holda yana bitta yarimtasi aytib berishi mumkin bo'ladi. Ayniqsa agarda bu ko'mirlarni boshqalar ko'rgan bo'lsa, mana bu tarafdan chiqib kelamiz. Umuman boshqa joydan kelgan bo'lamiz. Bo'ldi, qani ketdik do'stlar. Bo'li hech kim ko'rmadim yo'q, hech kim yo'q menimcha. Yaxshi. Endi esa toshni qaytarib qo'yish kerak va eshikni ham tuzatamiz. Mana va bo'ldi do'stlar, ajoyib. Bu yoqqa tak bo'ldi tosh va eshikni qo'yishimiz kerak. Ajoyib. Do'stlar, shuncha 26 ta ko'mir, kamda bir stakka ketadi. Bo'ldi, hozir boramiz. Ana u yerda bir ko'zinsa bor, ana shu yerda bir Ritel yashaydi va ana o'sha Ritelga sotishimiz mumkin bo'ladi. Hozir boramiz o'sha yerga. Mana bu yerdan sakrab o'tishni xohlagan bo'lardim, lekin u sekin tushib ketishni istamayman, chunki ko'mir og'irgina ushlab turibdi cho'ntagimni. Tak, Ritel. Hey, Ritel, shu yerdamisan? Tezroq qo'shsangchi, Ritel.
Ha, men maktabga bormayman bugun. Ey, Rachel, nima? Rex, sen qo'rqitib yubording. Men senga ko'mir olib keldim. Ko'mir? Ha. Oh, yomay, qani yurchi bu yerga hech kim ko'rmasin. Aha. Qanaqasidan? Tozasidan. Qani berchi. Ha, rostdan qancha o'g'laysan? 1 stak. 1 stak qimmat. Mayli, hozir. Davay, tez. Hozir. Lekin aytib qo'yay, qimmatga olyapman do'stim bo'lganing uchun. Da, bilaman. Qarzdor bo'lib qolmayman. Aha, davay, yana topsang olib kelaver menga. Aha, albatta senga olib kelaman. Qo'yil do'stlar, 1 stak izumrud oldik. Mana bu boshqa gap. Mana bu ko'mir qora bozor deyiladi. Ko'mir ham qora, bozor ham qora va pullar yashil va chiroyli rangda, xuddiki tabiat rangidek. Bu degani esa, bilmadim. Aqlli gap aytmoqchi edim, lekin haker